Uyqusi yaxshi odamlarning rashodini qarang. Peshinda o'qib turib bitta tashlasam, asrgacha uxlaydi. Qoyil. O'zi bir hisobda yaxshi. Bunaqa odam uxlagani yaxshi, chunki o'g'il bo'lsa gunoh qilgandan ko'ra telefon o'ynab, har xil narsani ko'rib. Nima qilgani yaxshi? Uxlagani yaxshi. Lekin birodarlar, u ro'zadan maqsad uxlashmasda. Bizni ro'zamiz o'sha sahobalarda hayotidagi bo'lgan ro'za bilan taqqoslasak, bizni ro'zamiz uyqu va ovqat oyi. Birodarlar, ro'za tutishdan maqsad kelinlar ertamandan kechgacha oshxonada qolib ketmasin. Boshqa oyda yemaydigan ovqatlarni qilib yeymiz. Nima demadinglar? Kelinglar o'sha kelinlarga ham ozgina fursat beraylik. Chunki ro'zadan ko'zlangan maqsad la'allakum tattaqun. Shoyat taqvodor bo'lsanglar. Ozgina narsa bilan, endi ro'zaning hurmati yo'qmi, domla? Hurmat nima bilan o'lchanar ekan? Dasturxondagi ovqatni nechi xilligi bilan. Mana bu narsa noto'g'ri-da.